xususiy maktablarimiz bor, juda yaxshi. Inshaalloh birortasiga olsak, yotoqxonasi bilan bir maktablarimizga olsak, keyin sekin Temurda ham o'qitamiz, Qizlaringizni ham o'qitamiz. Qo'ldan kelguncha oyoqqa turib, bu yoqqa faqat yaxshi kunlaringiz bo'lishiga xizmatda bo'lamiz, xudo xolasa. Rahmat, aytganingiz kelsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugun o'sha mahalla raisi sizning oldingizga kelganda juda ko'pchilikka bugungi kunda berilayotgan takliflardan birini berdi-da. Juda ko'pchiligimizning oldida mana shunaqa qiyinchilik damlarda ayri yo'llardan osonlik bilan maqsadiga yetish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Juda ko'pchilikda osonlik bilan, lekin gunoh yo'llardan, mumkin emas bo'lgan, taqiqlangan yo'llardan, qonunga xilof, harom yo'llardan takliflar bo'ladi-da. Ana shunaqa paytda juda ko'pchilik insof diyonatni unutadi. Ahdini unutadi. Halol, haromni unutadi, oq va qorani unutadi. O'zi bilmagan holatda uni buni bahona qilib, menga mumkin-ku, bola chaqam bor-ku, och qolyapti-ku, men ham insonman, men ham orzu havas ko'rishim kerak-ku deb tuhmatga boradi, fitnaga boradi, gunoh yo'llarga yuradi. Va juda ko'pgina holatlarda buni biz musibatini ko'rganmiz. Og'ir musibatini ko'rganmiz. Mana siz bugun hozir arzimagan fursatdan keyin Alloh harom qilgan, mumkin emas bo'lgan narsani mumkin emas dedingiz, arzimagan fursatdan keyin nusrat keldi. To'g'rimi? Biz kirib keldik. Harom yo'ldan halol